Bugun kayfiyatimiz juda ham yaxshi. Albatta. Xuddi yoshlik davrimga qaytib qolgandek bo'ldim. Aynan hozir yoshmisiz? Yo'q, bolalik davrimga. Bolalik davrimga qaytgandek bo'ldim. Negaki har birimizni yoshligimizda, bolaligimizda mana shunday xalq o'yinlari bo'lardi. Hozirda esa ko'plab insonlarga qarasak, qo'llarida telefon ko'payib ketgan. Aynan mana shu bolalar folklor jamoasining ham maqsadi mana shu xalq o'yinlarini yana qaytarib, yana hamma bolalar mana shu telefonlardan ko'ra xalq o'yinlarini o'ynab katta bo'lishlariga yordam beradi deb o'ylayman. Albatta, men aytmoqchi bo'lganim, hech kim san'atga shunchaki be'tibor bo'la olmaydi. Chunki san'at ham aql bilan, ham yurak bilan tushuniladi. Siz ertatongdan biror bir musiqa eshityapsizmi, raqs tomosha qilyapsizmi yoki biror bir san'at asarini ko'ryapsizmi? U sizni shunchaki e'tiborsiz qoldira olmaydi. O'z-o'zidan kayfiyatingiz ko'tariladi, o'z-o'zidan yuzingizga tabassum yuguradi. Bugun bizga mana shu chiroyli chiqishlar taqdim etayotgan folklor bolalar jamoasini ham biz shunday e'tirof etishimiz mumkin. Mazza qilyapman, haqiqatan xuddi men ham bolaligimga qaytgandekman. Hozir bizda tug'ilgan kun tabriklari bor. Bugun hamkasblarimiz orasida ham, vohadoshlarimiz orasida ham tug'ilgan kunlar nihoyatda ko'p ekan. Hozir eng birinchisidan boshlaylik. Vohamizni iste'dodli, o'ziga xosligi bilan ajralib turadigan insonlardan birini tug'ilgan kuni bugun. Termiz shahrida yashovchi viloyat filarmoniyasi xonandasi Bahromjon Sulaymonovning tug'ilgan kunlari ekan. Shuning uchun oila a'zolari, farzandlari, ota-onasi nomidan turmush o'rtog'i Nigoraxon tabriklayaptilar. Bahrom akani biz Surxondaryo telekanalini ijodkorlari yaxshi tanishadi. Nafaqat bizda, balki butun viloyat san'at ahli yaxshi biladi. Respublikada ham o'ziga xos ovozi, ayniqsa san'atkorlarga xos bo'lgan madaniyati bilan, xulq-atvori bilan, iste'dodi bilan hurmat va e'tibor qozongan insonlardan biri. Ana shunday insonlar tug'ilgan kunni menimcha bayram qilish kerak, nafaqat shunchaki kun sifatida nishonlash kerak. Tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Oila a'zolaringizning baxtiga doimo sog' va omon bo'ling. Bundan tashqari bugun bilasiz, hamkasblarimiz orasida ham tug'ilgan kunlari bor. Hamkasbimiz Dilnoz opa Mamarayimova hamda Bobomurod aka Karimov injener bo'lib ishlaydilar bizda. Tavallud topgan kun. Har ikkisi ham yaxshi inson. Har ikkisining ham qalbida yaxshiliklar, samimiyat mujassam. Shunday insonlar tug'ilgan kunni yana aytamiz, bayram qilish kerak o'zi aslida. Dilnoz opa, Bobomurod aka, tug'ilgan kunlaringiz bilan sizlarni chin qalbimizdan butun Munavvar kun ijodkorlari nomidan tabriklaymiz. Nimaiki orzu niyat qilgan bo'lsalaringiz, barchasiga erishishingizga tilakdoshmiz. Umringiz mazmunli, xayrli, yaxshiliklarga, yaxshi insonlarga boy bo'lsin. Oila davrasida mana shunday tug'ilgan kunlarni ko'pini nishonlash nasib qilsin. Nima orzu niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga erishing. Oilaviy sog'lik, salomatlik sizni aslo tark etmasin. Endi esa suhbatga qaytamiz. Oldinda hali tug'ilgan kun tabriklari ko'p. Hammasini dastur so'ngida yoki yarmida o'qib eshittiramiz. Abnob aka, suhbatni davom ettiraylik. Bolalarimizni chiqishlari haqiqatdan zo'r. Nafaqat bizga zavq shavq ulashyapti, balki bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimizga ham kayfiyat beradigan bo'lsa ajab emas va shunday bo'lsa ham kerak. Xalq sizlarning chiqishlaringizga qay darajada ishtiyoqmand, qay darajada qiziqishadi? Men shu o'rinda bir narsani ham qo'shimcha qilib aytib o'tayin. Davlatimiz rahbari tomonidan nomoddiy madaniy merosimizga ko'p katta e'tibor berilyapti. Shu sifatda men ham saqlovchi sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. To'g'ri. Kattalar tomonidan bolalarga ajoyib, g'aroyib ertaklar, qo'shiqlar, xalq o'yinlari yaratilgan va bolalar tomonidan ijro qilingan. Bolalarimiz har bitta qo'shiqlarni ijro qilgan paytda xalqimiz juda yaxshi kutib olishyapti. Bizlar birinchi ilk chiqishimizni 2018-yil bolalar kuniga chiqish qilganmiz. O'shandan keyin tomoshabinlarga ma'qul bo'lgandan keyin asta-asta viloyat, respublikalarga chiqib yaxshi kutib olishdi. Hozirgacha yaxshi chiqishlarimiz, tadbirlarda faoliyat yurishimiz. Hozirgi kunda ansamblni yanada rivojlantirish uchun, uni repertuarini kengaytirish uchun, bolalarning yanada mahoratini oshirish uchun qanday ishlar qilyapsizlar? Sizlarni nafaqat viloyatda, respublikada, balki xalqaro maydonlarda ko'rishni ham xohlaymiz biz. Nimalar qilyapsizlar? Albatta.
birinchidan to'xtamaslik kerak ijoddan. To'g'ri. Xalqni orasiga ko'proq yurish kerak. Xalqni orasidan xalqni urf-odatlarini ko'proq o'rganish kerak. Bolalar qo'shiqlari, bolalar o'yinlari hali juda ko'p sir ochilmagan. O'shalarni topib, bizlarning vazifamiz ularga musiqiy sayqallar berib, sahnaviy ko'rishlarni sahnalashtirib, biz o'shalarni xalqimizga taqdim etishimiz kerak. Shuning uchun biz hech ham to'xtamasdan xalqni orasiga, xalq bilan birga hamnafas ishlashimiz kerak. Mahallalarda yurishimiz kerak, qishloqlarda yurishimiz kerak. Yurasizmi? Shuna mahallama, ko'chama, Mahallada ko'cha. yuramiz. Masalan, bizlarda har bir mahallamizning o'ziga xos urf-odati bor. O'ziga xos qadriyati Masalan, bor-da. Avlod degan qishlog'imizda urf-odati boshqa, masalan, Ko'chkak mahallasi bilan farq qiladi, yoki Dashtug'oz mahallasi bilan farq qiladi, yoki Robot mahallasi bilan farq qiladi. Har bitta mahallaning o'ziga chiroyli, o'ziga xos urf-odatlari bor. O'shalarni biz qidirib, o'rganib, izlanib, ikki qator bo'lsa, uni bir kuflet qilamiz, bir kuflet bo'lsa, uch kuflet qilib, o'shani sahnaga olib chiqamiz. Hozir sizni gaplaringizni eshitib turibman. Menimcha bir kuningizni, butun hayotingizni mana shu san'atga, izlanishga, ijodga sarflagandek tuyulyapsiz. Menimcha shunday ham bo'lsa kerak. O'zingiz ham chiqishlar qilganmisiz? Qanday yo'nalishda faoliyat olib Men borgansiz? o'zim ko'proq qo'shiq yozaman. Musiqa bastalayman. O'zim ham birinchi doiradan boshlaganman, chalishdan. Shu yetuk doirachilik vazifasini ham bajarib o'tganmiz yoshlik paytimizda. Surxondaryoda chiqish qilasizdan bolalar bilan? Surxondaryo ansamblining eng yetuk doirachi sifatida maqomlarda yaxshi ijro qilganmiz. Katta-katta festivallarga qatnashganmiz. Respublika maqom ansambllari bilan birga chiqish qilganmiz. Hozir bizda doira bor, bolalaringizda keling bitta chalib bersangiz. Yo, bular chalinadigan doira emasmi? Faqat raqs uchunmi? Yo'q, bular ko'p jonli qo'shiq ijro qiladi. Hammasi qo'shiq ijro qiladi. Bularda Ijro bilasizmi, qila bular oladimi? hozir xohlasangiz shunday musiqasiz ijro qilib beradi. Xohlasangiz hammasi ijro qiladi. Aha. Ha, Siz bizlar o'zingiz to'xtatmaymiz. doira Sababi- chalib bera olasizmi? O'zingiz doira chalib bera Ha, olasizmi? chalib bera olaman. Yaxshi, unda bolajonlar bitta doirani olib keling, qani, so'z isboti bilan bo'lsin. Katalogdan o'tdi. Qani, Abdunab akadan doira ijrosida qanday kuy tinglar ekanmiz? Qanday Men kuy endi tinglaymiz? ko'proq boysuncha chalib berayin. Boysuncha. Mana hozir respublikamizda hamma shu nimani qo'yadi. Men buni 2021-yilda chalganman. Bu o'zimizda haqiqiy boysuncha usul. Boysuncha haqiqiy usullar. Yana endi Boysunning usullaridan bittasi chorqas degan usullarimiz bor. Men bu usulni juda ko'p qo'shiqlarga foydalanganman. Boysunliklar Ayniqsa rosa usulga Barchino boy ekan. yori degan qo'shiqqa 1999-yilda foydalanganman. Bu usulda Qani? Sharq taronasida bu qo'shiqimiz yangragan. Hamma sholg'ularni chalamiz desak ham bo'ladi. Rubob ham chalamiz, fortepiano ham chalamiz. Bastakor bo'lgandan keyin hamma narsani bilish kerak. Qoyil. Shuning uchun ko'p qirrali inson to'xtamasdan ekansiz. ijod qilish kerak. Hozir bolalaringiz endi bizga qanday raqs ijro etishadi? Hozir endi bolalarimizga Sibizg'a nag'masida degan qo'shiq bilan Yaqqo qo'shig'ini ijro qilishadi. Yaqqo. Aha, bolalarni taklif qilamiz. Sibizg'a Marhamat. va Yaqqo. Bu qo'shiqlar ham qadrdon. Albatta. Biz bugun raqsga tushadigan kunimiz ekan. Kayfiyatlarimiz a'lo bo'lib. Kelinglar bolalar. Demak, Sibizg'a va Yaqqo. Ajoyib. Nasiga barchani hayron aylab, do'pingni qira qo'yib, yaqqu-yaqquga o'ynab, omad shur o'ynaydi, sho'x
ekanlar bolalar, ajoyib, juda ham zo'r chiqish bo'ldi. Menga juda ham bugun a'lo kayfiyat ulashyapti. Sizgacha, Umidaxon? Menga ham juda ham manzur keldi. Menimcha bizni kuzatib turgan tomoshabinlarimizga ham ma'qul keldi degan umiddamiz. Chunki Masalan, Umida o'zingiz boshqa viloyatdansiz, Sirdaryodansiz. Sirdaryoda bunday chiqishlarni ko'rmagansiz. Sirdaryoning o'ziga xos chiqishlarni ko'rib katta bo'lgansiz. Qanday taassurot bo'lgan biz mana shunday birinchi ko'rganingizda etno chiqishlarimizni, folklor ansambullarimiz chiqishlarini? Folklor ansambl chiqishlarini ko'rganimda o'zimning ham qatnashim kelgan va Jayxo ansambliga qatnashib ko'rganman. Aynan raqslarini, har bir elementlarini o'rganishga harakat qilib, o'zim qiziqqanligim sababli ana shu Jayxo ansambliga qatnashib kelganman. Sirdaryoda ham bormi? Marhamat, o'tirib oling. Shunday folklor jamoalar. Sirdaryoda ham bor folklor jamoalari, lekin ularni ko'proq kuzatib, e'tibor bermaganman. Ya'ni qatnashim kelmagan, ya'ni unchalik ko'p kuzatmaganman. Lekin aynan Surxondaryo vohasida folklor chiqishlari ko'p bo'lganligi sababli e'tiborimni ko'p tortgan. Shu sababli qatnashib ko'rganman. O'zingizdachi? Yo'q, men qatnashganman. Folklor chiqishda ham qatnashganman. 2018-yilda bilasizmi, Abdunab aka, men ham san'atdan yiroq odamman deya olmayman. San'at ichidagi insonman. Bizning kasbimiz ham ijodkorlik bilan bog'liq. 50% ijodkorlik esa 50% baribir rasmiyatchilik bu yoqda. 2018-yilda san'at maktabiga o'qishga kirganman. San'at kolleji bo'lgan o vaqtlar Termiz shahridagi 4 yil davomida o'sha bizda tayyorgarlik, viloyat bayramlariga tayyorgarlik bo'lardi. 4 yil viloyat raqslarida, milliy raqslarda, baletlarda, folklor chiqishlarida, maqomlarda, an'anaviy raqslarning hammasida ishtirok etganman. 5 ta raqs maktabini hamma raqs yo'nalishlarini va raqs usullarining 7 ta holatlarini yoddan bilaman, maqtanib qo'yay men ham. Sirdaryo qanday o'ziga xosligi? Bu qizimiz Sirdaryodan. Bizda o'qiydilar Termiz davlat universitetida. Folklor chiqishlarini. Endi siz faqat Surxondaryo emas, boshqa folklor jamoalarini ham o'rganasiz-ku, to'g'rimi? Nima, qaysi hudud bilan o'xshab ketadi? Juda chuqur, tagi juda chuqur uni. U ko'p asrlarda borib taqaladi. Har bir viloyatda ajoyib folklor chiqishlar qiladi. Bizlar festivallarda ko'p ko'ramiz. Buxoro deysizmi, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, Qashqadaryo juda, ayniqsa Farg'ona vodiylar bir-biridan ajoyib chiqish qiladi. Shuning uchun bu o'zbek folklori juda uzoq asrlarda borib taqaladi. To'g'ri. Uni qancha o'rgansak shuncha oz. Sizga rahmat tashrif uchun. Bolajonlaringiz yana chiqishi bormi yo'qmi? Shu bilan o'zini nihoyasiga yetdi, to'g'rimi? Rahmat sizlarga. Sizlarga ham katta rahmat. Ko'klaylaringiz bormi? Qanday so'zlar aytishni istaysiz teletomoshabinlarga? Tomoshabinlar nima demoqchiman? Hammalari sog' bo'lsin. Shu fursatdan foydalanib san'atkor ahliga, ijodkorlarga va televideniya xodimlarining hammasiga, ijodkorlarga omad tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, dasturxonimiz to'kin bo'lsin. Faqat bizlar san'atkorlar el xizmatida, davlat tadbirlarida, ko'rik tanlovlarda xizmat qilib, el olqishini olib yuraylik. Katta rahmat. Sizlar ham ijoddan, mehnatdan to'xtamang deymiz. Ansamblingiz kelajagiga muvaffaqiyatli bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, dasturimizni baxt sari sahifasi bilan davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. marhamat.